Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. AQSh Hormuz bo'g'ozini ochish uchun xalqaro koalitsiyasi tuzmoqda. Neft narxi rekord darajaga yetdi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Qo'shma Shtatlar Davlat departamenti dunyo va neft ta'minotining 20% o'tadigan Hormuz bo'g'ozini qayta ochish maqsadida MFK nomli xalqaro koalitsiyasi tuzish rejasini e'lon qildi. AQSh Isroilning Eronga bergan zarbalaridan so'ng boshlangan urush tufayli strategik bo'g'oz 2 oydan beri yopiq qolmoqda. Bu esa Brent markali neft narxining $126 ko'tarilishiga va global inflyatsiyaning kuchayishiga sabab bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, prezident Donald Tramp Eronga yangi harbiy zarbalar berish yoki bo'g'ozning bir qismini quruqlikdagi qo'shinlar yordamida egallash yo'llarini taqdim etiladi. Tehron esa AQSh blokadasiga javoban misli ko'rilmagan harbiy harakatlar boshlanishidan ogohlantirdi. Pokiston hozirda vaziyat keskinlashuvining oldini olish uchun vositachilik qilmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp o'zining ijtimoiy tarmog'ida Hormuz bo'g'ozini Tramp bo'g'ozi deb nomlagan rasmini joylashtirdi. Mart oyining oxirida Mayamida o'tkazilgan investitsiya forumida Tramp hazil tariqasida Hormuz bo'g'ozini o'z nomi bilan atab, ular Tramp bo'g'ozini ochishga majbur bo'ladi degan edi va bunday bayonotlar tasodifiy emasligini qo'shimcha qilgan. Oradan ko'p o'tmay New York Post manbalarga tayanib Tramp Hormuz bo'g'ozini Amerika bo'g'ozi deb qayta nomlash imkoniyatini ko'rib chiqayotganini xabar qilgan. Tramp Oq uyga qaytgandan so'ng muhim obyektlarni o'z nomi bilan qayta nomlash tashabbuslarini faol ilgari surmoqda. 28 fevral kuni AQSh va Isroilning Eronga qarshi operatsiyasi boshlangandan so'ng Tehron Hormuz bo'g'ozini blokada qilishni e'lon qilgan. Aprel o'rtalarida muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlangach, Tramp AQSh tomonidan harbiy blokada joriy etishni ma'lum qilgan. Uning aytishicha, bu choralar Eronning neft eksportini to'xtatish va Tehronga bosimni kuchaytirishga qaratilgan. AQSh shuningdek bo'g'ozdan o'tish uchun Eronga haq to'langan deb gumon qilingan kemalarni ushlab qolishni boshlagan. Oqibatda bo'g'oz orqali kema qatnovi deyarli to'xtab qolgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq AQSh prezidenti Donald Tramp o'z yordamchilariga Eronga qarshi uzoq muddatli blokadaga tayyorgarlik ko'rishni buyurgandi. Donald Tramp o'zining ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida Eron rasmiylarini tezroq aqlni yig'ib olishi va yadroviy bo'lmagan hamkorlik bo'yicha kelishuvga imzo chekish kerakligini aytdi. Ushbu shaxsiy murojaat Oq uy Eron portlarini blokada muddatini uzaytirishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan bir paytda e'lon qilindi. Tramp o'z postida Tehronning yadroviy qurolga ega bo'lishiga yo'l qo'ymasligini va yana bir bor ta'kidlab, Eron rahbariyati o'z ishlarini tartibga sola olmayotganini qayd etdi. Biroq Eron tomoni avval mojaroni rasman to'xtatishni, yadroviy dastur bo'yicha muzokaralarni esa keyinga qoldirishni taklif qildi. Tehron uranni tinchlik maqsadlarida boyitish huquqi tan olinishini talab qilib, muqobil savdo yo'llari orqali blokadaga bardosh bera olishini bildirdi. Ayni paytda AQSh razvedka xizmatlari Trampning urushda bir tomonlama g'alaba e'lon qilinishi ehtimoli va bunga Eronning beradigan javobini tahlil qilishmoqda. AQSh Eronga qarshi urushda katta yo'qotishga uchradi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. AQShning Eronga qarshi harbiy amaliyotida sarflangan mablag' 65 milliarddan oshib ketdi. Bu haqda real vaqtda hisob-kitob yurituvchi Iran War Cost Tracker portali ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, operatsiya boshlanganiga 59 kun bo'lgan va shu vaqt ichida xarajatlar keskin o'sgan. Hisob-kitob metodikasi Pentagonning Kongressga taqdim etgan hisobotiga asoslangan. Unda dastlabki 6 kunning o'zida 11,3 milliard dollar sarflangani, keyingi bosqichlarda esa xarajatlar kuniga taxminan 1 milliard dollarga teng bo'lishi aytilgan.
Portal umumiy sarf-xarajatlarga harbiylar ta'minoti, mintaqaga yuborilgan kemalar va boshqa operatsiyaviy xarajatlarni kiritadi. Shu bilan birga OVNing ma'lum qilishicha, Eron AQShga yangi taklif yuborgan. Unda Hormuz bo'g'ozini ochish va urushni yakunlash muhokama qilinishi mumkin. Ammo yadroviy dastur masalasini keyingi bosqichga qoldirish taklif etilgan. Eron prezidenti Masud Pezeshkian esa AQSh harakatlari va diplomatiya haqidagi bayonotlari o'rtasida ziddiyat borligini ta'kidlagan. Ayrim amerikalik siyosatchilar esa bu operatsiyani keraksiz urush deb baholamoqda. Eron AQSh bilan urush tugamagan deb hisoblaydi. Bu haqda 28-aprel kuni Eron armiyasi vakili Muhammad Akramaniya mamlakat televideniyasi efirida so'z ochdi. Hozirgi vaziyatga kelsak, biz urush hali tugadi deb hisoblamaymiz. Biz uchun hozirgi holat hali ham harbiy vaziyatdir. Qadrli Eron xalqini ishontirib aytamanki, agar dushman yana tajovuz qilsa, u Eronning yangi vositalari, yangicha yondashuv va yangi sohalardagi javobi bilan to'qnash keladi, deydi u. Eron armiyasi vakili shuningdek, amaldagi sulh vaqtida Tehron Eronga hujum qilingan taqdirda javob qaytarish uchun ehtimoliy nishonlar ro'yxatini yangilashga hamda qurol-yarog'larni ishlab chiqarish va yangilashga harakat qilganini tasdiqlagan. Eslatib o'tamiz, AQSh va Isroil joriy yil 28-aprel kuni Eron hududidagi obyektlarga zarba berishni boshlagan edi. Ushbu tajovuz qurbonlari soni 3000 kishidan oshdi. Vashington va Tehron 8-aprel kuni o't ochishni 2 haftaga to'xtatish haqida e'lon qildi. Shundan so'ng Islomobodda bo'lib o'tgan muzokaralar natijasiz yakunlandi. Tramp 21-aprel kuni Tehron nizoni hal qilish bo'yicha o'z takliflarini taqdim etgunga qadar muzokaralar yakunlangunga qadar sulh muddatini uzaytirishni ma'lum qildi.